Bugun 14-yanvar akalar, soat 10:30-11 ga yaqinlashyapti kechki. Ko'rishlaring mumkin qorangi, lekin Norik servis har doimgidek ishda. Ko'rishlaring mumkin bu motordan korobkani ajratib oldik akalar, sinib ketgan mana. Bu mana bu nima degani desalaring, bu turbinasi bo'ladi. Turbinalari qiyshayib, mana shu ventilyatorchasi bo'ladi. 10x trekerlardagi ko'rishlaring mumkin turbinaning kattaligini ichidan ham ko'rsataman, sinib ketgan akalar. Shu noldan yig'adigan trekerga proyektimizda haligacha mana ko'rishlaring mumkin sinib ketgan narsalarni polностью zavod qilib, zavoddan udar qilib, bilinmaydigan qilib yig'ib beramiz. Avtomat korobkani, motorini, trekerini polностью yig'ishimiz kerak. Hamma narsasi sinib ketgan akalar. Даже ko'rsataman, blogi ham sinib ketgan alyuminiy bo'ladi mana. Mana karterlari ham sinib ketgan. Sizlar uchun biz post joylaymiz YouTube'ga, buni polni noldan yechib terayotganimizni qo'yamiz korobka bilan motorda. O'shaning uchun oxirigacha ko'ringlar.